Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari, qadrli yurtdoshlar, musofir degan aka-uka, opa-singillarimiz. Sog'lommisizlar? Ko'pchilik aka-ukalarimiz so'raganda, aka, malyarka ishi, ya'ni отделка ishlari bo'lsa chiqaring, ishonchli bo'lsin deb aytgandi. Kommentariy ham yozganlar, Telegramdan ham yozib, meni taniydiganlar. Xullas do'stlar, bitta ish bor, ajoyib ish. Videoni o'tkazmasdan oxirigacha ko'ringlar, to'liq ma'lumot olasizlar. Narxlarini ham aytib o'taman. Shuning uchun do'stlar, bir dana like va obuna bo'lib qo'yinglar. Kanalga yangi bo'lsangiz like bosib, ishni kengroq tarqatishga yordam qilinglar. Podelitsiya qilinglar gruppalarga do'stlar. Xullas bo'lmasam boshladik ish. Do'stlar, bu ish Moskvada, adresi metro Rumyantseva metroda. Metro Rumyantsevada ish bor do'stlar. Отделка ishi 7 etajli ofis qurilgan. İçine işler var. Oylikka keladigan bo'lsak, 150 mingdan boshlanadi oylik. 200 ming, даже undan ham tepada. Endi summasini aytsam ishonmasligingiz kerak, balkim. Lekin ishlab yurgan bolalar olib yuribdi do'stlar. Faqat ofitsialniy, moskovskiy dokument bo'lishi shart. Ishga borib tushgandan keyin sizga medosmotrdan o'tish uchun sizga qo'lingizga dogovorni beradi. O'zlari dogovor qilib borib siz komissiyadan o'tib kelasiz. Keyin pensionni knishka beriladi, ofitsial ishga olinadi. Hammasi faqat ofitsialniy. Hech qanday bu yerda levi narsa yo'q. Yotoq joy beriladi, besplatniy, obed ujin beriladi, besplatniy do'stlar. Mana shunday ajoyib ish. Endi narxlar bilan aytib o'tamiz, narxlarni. Shpakilovka 572 rubldan, keyin polga uriladigan plita 794 rubl 30 ga 30 plita. Endi buni kvadratimi, boshqasini buni o'zlaringiz tushunib olasizlar. Menimcha tushunmayman bu narsaga. Xullas, boshidan boshlaylik. Shpakilovka 572 rubldan, keyin polga uriladigan plita 794 rubldan 30 ga 30. Keyin yana plita bor, polga uriladigan dedi, 60 ga 60, 836 rubldan hisoblanadi. Keyin plita bor yana 60 ga 120, 1188 rubldan. Bu bahosi bu. Keyin undan tashqari patolog gladiator 700 rubldan, gladiator patologi 700 rubldan, keyin gipsokardon 1 sloy dedi, 700 rubldan to'lanadi dedi. Shtukaturka 484 rubldan, 7 etajli ofis do'stlar. Mana kimga qiziq bo'lsa, ikkita numar yozib qoldiramiz. Aloqaga chiqinglar. U yerda o'zlarimizning zemlaklar, yurtdoshlarimiz, aka-ukalarimiz ish boshlaganlar, ishlab yuribdilar. Ishni borib ko'ringlar. Puliga keladigan bo'lsak do'stlar, kechki kunduzi ismenasi bor. Keyin puli har oyning 25ida avans beriladi, 10ida oylik shtir kartaga tushadi do'stlar. Mana sizlarga ajoyib ish. Do'stlar, shu videoga qancha like bossangiz arziydi. Like bosib, obuna bo'lib, podelitsiya qilinglar do'stlar. Ish izlab yurgan aka-ukalarimiz juda ko'p do'stlar. 100% garantiya. Ish ishonchli bo'lgandan keyin chiqaryapman. Xudo nasib bo'lsa, Xudo xohlasa, ertaga indinga videosini ham chiqaramiz. O'sha nimada ishlab yurgan jarayonni videosini ham chiqaramiz do'stlar. Obyektning videosini do'stlar. E'tiborlar uchun katta rahmat. Xayr, sog' omon bo'ling.